Nilufar opa, man o'zim ustimda ishlayman, o'qiyman, pul ketkazaman. Lekin shu kungacha baribir aksariyat hamma rasxodlarimni erim qoplaydi. Lekin man o'sha ketkazgan pullarimni o'zimga kelishini, daromad bo'lib kelishini rosa xohlayman, lekin bemalol mustaqil hamma narsani o'zimga ravo ko'radigan darajada hali daromad kelmadi. Xo'p, sizni xohishingiz, siz qanaqa zaпрос bilan keldingiz? Pullarni o'zimga olishni xohlayman, o'zim pul topishni xohlayman, lekin pul topa olmayapman, o'zimga kerakli pullarni. Menda shaxsiy chegara o'ta yuqori. Shunaqami? Shunaqa. Shaxsiy chegarangizni balansga qo'yishimiz kerak. Ya'ni, qarang, siz bilan qanaqa ishlaymiz mana. A nuqta sizda belgilab olamiz. Shaxsiy chegara yuqori, to'g'rimi? Chegara yuqori. Qo'ygansiz. Yana sizdagi holat pul yo'q. Shaxsiy pul yo'q. Shaxsiy pulingiz yo'qligi bu sizni A tochkangiz. Yana sizdagi muammolar. Yana sizdagi muammolar qanaqa bo'lyapti? Baka shu kelasizmi? Bularning oqibatida sizda hozir stress bormi, yo'qmi? Eng asosiysi shu. Xo'p, endi siz bilan B tochkaga yo'l oldik. B tochkaga borish uchun bizda ma'lum bir masofa kerak bo'ladi. Va biz konkretni bilib olishimiz kerak. Mana bu ong osti programmalardan biz boshqa programmaga ko'chib o'tamiz siz bilan. Ong ostidagi dasturlar, programmalar doim xohlasak, xohlamasak ishlaydi biz uchun. Ongimiz bor va bizda ong osti bor. Ong taxminan ayting, ongimizda masalan ikkalovi 100% bo'lsa, ong qancha foiz ishlaydi? Anglanganingiz necha foiz? Anglab yashashim haqida gapiryapsizmi? Ancha oldingiga qaragan. Qancha ayting? Ikkovini 100 deb oldik. 80% deylik. Ongdami? Yo'q, men anglab yashash haqida gapiryapman. Mana nimandir ketma-ketligi ong ostimdagi blokni topib, qarang, koroningizni olib turing hozir. Bo'pti. Shunchaki klient bo'lib keldingiz. Yo'q, endi siz so'raysiz-ku, anglab qancha? Angladingiz, lekin mana o'zingiz ayting, xo'p, ongli ishlaymiz va ongsiz holatimiz bor, mutaxassis sifatida buni anglayapsiz. Lekin misol uchun siz bilan hozir ko'rishib qolishimizni siz o'ylaganmidingiz? Yo'q. Bu qayerdan chiqyapti? Ong ostidan. Alloh qudratidan. Sizni bu yerda dasturingiz bor edi. Men shu masalamga yechim topishni xohlayman, Alloh dedingiz. Keyin nima bo'lyapti? Energiya ongingizga ko'tarib beryapti. Ong ostidagi programmalar anglangan holatga kelish uchun ongga ko'tariladi, to'g'rimi? Ong ostingizdaligida buni his qilmagansiz. Qachonki eshitdingiz, ko'rdingiz, bularda rezultat, ulardagi emotsiyalarni ko'rdingiz, yozish orqali keldingiz, lekin bugun hozir momentalniy davay men konsultatsiya olaman, olishim kerak ekan degan xulosani qarordi. Boshqadagi natijani ko'rib turib hal qildingiz, qaroringizni qabul qildingiz. To'g'ri. Lekin u vaqtgacha shaxsiy chegarangiz mana bu joyda dastur bor. Shaxsiy chegarangni mahkam tut. Albatta. Senga odamlar hamma do'st emas degan sizda ong ostingizda programma bor. To'g'rimi? Shu ishlaganligi sabab ongingizga ko'tarib bergan va mana bu holat kelib chiqqan. Yana pulga keladigan bo'lsak, ering topish kerak, o'g'ling topish kerak, sen topishing shart emas. Bu ong osti dasturingiz, ong osti programmangiz ishlab turibdi. Mana bu ong osti programmani o'zgartirishimiz uchun siz bilan mana A tochkani aniqlikka belgilab olib, endi B tochkaga yo'l olishimiz uchun mana bu ong osti dasturlarni siz bilan o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Rozimisiz shunga? Albatta. Bu A tochkadan B tochkaga borish uchun bizga ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Imkon qadar o'zimiz shuncha yillik tajribam bilan tezroq shu natijaga imkon qadar bitta konsultatsiyada olib kelishga harakat qilaman. Lekin kimdadir 10 ta, kimdadir bitta, kimgadir tez oladi, kimdir uzoqda qabul qiladi. Bu o'zingizni qanchalik tayyor bo'lishingizga bog'liq. Siz bilan yo'lga chiqqandan endi nima natija xohlaysiz? Turmush o'rtog'im ham, bolalarim ham topsin, beraversin, lekin o'zimga ham o'zimni xohishimdan tashqari orttiradigan darajada kelsin daromad. Niyatlarimga o'zim pul topishni xohlayman. Shunaqami? Yo'q, unchalik emas u. O'zim ham
pul topishni xohlayman. Chunki yana qo'yib yuborgisi kelmayapti. Erim, o'g'lim pul berishi kerak. Beraversin, olavering. Kim aytdi, что eringiz bolangiz pul bersa, sizga pul kelmaydi deb. O'shani aytolmaydi. O'sha Shu shunaqa sizni bo'lsin, blokingiz. shunaqa bo'lsin. Shu sizni blokingiz. Shu blokda minus programmani biz hozir bu minus yarim-yu plusga aylantirish uchun biz rozi bo'lamiz. B tochkada eringiz ham beraversin, aka-ukangiz, adangizlar kim bo'lsa sizga pul beraversin. Rozisiz. No Alloh sizni o'zingizga ham berishiga rozisiz. Shunaqa? Shunaqa. Konsultatsiya o'tarsiz, yana nimadir, o'zingiz ideyalaringiz bor, o'zingiz xohish istaklaringiz bor. Shu orqali siz berganingizda, ya'ni bizda olish berish qonun qoidasi bor-ku. Siz berasiz va natijada olasiz. Hech narsa bermasak bizga nimadir keladi? Qonun bor-ku. Sen 1da ber, men senga 10da beraman. Da. Biz bitta beraylik, odamlar bizga 10 tasini ko'tarib kelsin. Shunaqa bo'lyapti. Lekin hali shu orqali o'ylab turib siz yetib o'ta olmadingiz o'zingizning shaxsiy pulingizga. Ongingizda o'ylanib turibdi. Hali ong ostidan onga ko'tarilmayapti. Shuni hozir minusni plusga aylantiramiz. Ya'ni agar shaxsiy pullaringiz o'zingiz topsangiz, uyingizdagilar ham pul beraversin, ya'ni pulga ochilish pullar kelsin. Shunaqami? Halol pullar kelsin, halol deylik. Kim berishini ahamiyati bormi sizga yo'qmi? Hamma yoqdan keladi. Endi bu yerga qo'shamiz, klientlar ham, mijozlarim ham pulga mendan kelib ilm o'rgansin, So'zlar muhim. Atrofdagilar, oila a'zolarim, mijozlarim menga pul berishlariga roziman. Rozimisiz? Albatta. Xuddi shunaqa aytamiz. A tochkadan B tochkaga hozir bilan o'tamizda. Men aytaman, siz takrorlaysiz. Ayting, menga pul berishlariga roziman. Lekin o'zim pul topishim kerak emas deb o'yladim. Lekin o'zim pul topishim kerak emas deb o'ylardim. U mendagi eskirgan dastur edi. Menga foyda bermadi. Men o'zimga yangi dastur kiritishga roziman. Men o'zimga barcha niyatlarimga oson va oddiy mijozlarimdan pullar kelishiga roziman. Men moliyaviy erkinlikda yashayapman. Men turmush o'rtog'imdan, yaqinlarimdan ham kerakli mahal pullar olishim mumkin. Bu men uchun oson va oddiy. Men qila olaman. Albatta men qila olaman. Meni qo'limdan keladi. 100% qo'limdan. Men bor bilimlarimni Alloh uchun berishni boshlayman. Va Alloh tarafdan menga kerakli mijozlar, kerakli insonlar kelishni boshlaydi. Ustozlarga ochilaman. Kerakli ilm mendan oluvchi va beruvchi insonlarni shaxsiy chegaramdan o'tkazaman. Menga kerakli ustozlar, insonlarni shaxsiy chegaramdan o'tishiga ruxsat beraman. Roziman. Ruxsat bermaymiz, roziman. Roziman. Kerakli mahal chegara qo'ya olaman. Kerakli mahal chegarani ocha olaman. olaman. Allohga oson. Menga ham oson bo'lyapti. Ayting oxirigacha. Allohga oson, menga ham oson. Buning uchun imkoniyatlarim bor. Buning uchun 100% imkoniyatlar. Men barcha imkoniyatlarimdan oson va oddiy foydalanyapman. Chunki Allohga oson. 100% menga ham oson bo'lyapti. Allohga shukur. Allohga shukur. Alhamdulillah. Allohga shukur. Nafas oling. Hudab qo'yib yuboring. Huding. Sham o'chirasiz shunaqa. Yana bir marta. Nafas oling, huding. Yana bir marta. O'zingizni yengil, xotirjam his qiling. Sizga barcha xohish niyatlaringiz oson va oddiyligini his qiling. Butun tanangizga o'sha energiyani kirgizing. Yuragingizga, qalbingizga yorug'likni olib kiring. O'sha yorug'lik butun tanangizni himoyalanganini his qiling va o'sha yorug'lik, Allohning nuri, kuchi, quvvati butun tanangizni egallaganini his eting. Alhamdulillah. Allohga shukur. O'sha holatni o'zingizda saqlab qoling. Qo'lingizni bitta qo'lingizni mush qilasiz. Qo'yib yuboring. Yana haligi hissiyotga qaytamiz. Allohga oson, menga ham oson bo'lyapti.
Qo'lingizni mush qiling. Qo'yib yuboring. Yana nafas oling, udab qo'yib yuboring. Allohga oson, menga ham oson bo'lyapti. Allohga oson, menga ham oson bo'lyapti. Barakalla. Nimani his qildik? Shikarni. Hissiyotlar qanaqa? Hissiyotlar boshlagan ekanman, nimaga hali ham yurgan ekanman deyapman-da. Minus programmada turuvdingiz, minusingizni hozir plusga aylantirdik. Hissiyotlar Inshaalloh. yaxshimi? Da. Yengillik bo'ldimi? Qo'yib yubordimi mana bu joydagi og'riqlar biroz? Og'ir, men uchun qiyin. Faqat erim pul bersin. Yo'q, fikr qaysidir fikr baribir yengillashdi. Qaysiligini bilmayman. Baribir nimadir yengillashdi. Yengillashganini his qildingiz. Nimadir Bizga eng asosiysi shu narsa. Shu. Shu konsultatsiyani olganingizdan o'zingiz xursandmisiz? Da. Sizga yechim berdikmi? Qancha vaqt o'ylanib yurgan edingiz shu holat bo'yicha? Qancha vaqtdan beri o'ylanib yuruvdingiz? Bir mana shu 3-4 kundan beri shu bezovta qilyapti. Bu обострение bo'lgan holatda undan oldin ham siz to'xtatib qo'ygansiz-ku ish faoliyatingizni. Qancha vaqt bo'ldi o'shanga? U paytda bilasizmi bunaqa уже rozi edim. Nima kelganiga rozi edim. Bo'ldi, kelmayaptimi, значит hali xayrli emas. Rozilik hissiga уже o't bo'lgan edim-da, tushunasizmi? Hozir endi mana bu ishlash jarayoni boshlandi-ku. O'sha ishlash jarayoni boshlanganda уже har xil ko'rganingizdan keyin shuncha ilm bor, pulga sota olmayapmanmi degan fikr keldi. Pulga sotishdan tugul keyin уже просто berish xohlab boshlavardim keyin. Beryapsizmi? Oson beryapsizmi? Oson Yoki bermayman. qiynalyapsizmi? Yo'q, ana yengilroq. Men kursga yozilgandan keyin yengilroq berishni boshladim. Ungacha qiyin bo'ldi. Ungacha вообще berolmayotgandim hech narsa. Demak, o'zingizga sarflasangiz, berishingiz oson bo'ladi. Qachon qabul qilasiz endi? To'lagan rasxodlaringizni, olgan bilimlaringizni qachon to'ldirishni boshlaysiz? Bugundan ruxsat beraman. Yoki ketyaptimi? Kelaversin hamma klientlar bemalol rasxodni qoplab, uni ustidan yana ham ko'proq bo'lsin daromad. Rozimisiz shunga? Hozir va shu Energiyangiz yetadimi? Energiya tugab qolsa nima qilamiz? Energiya tugamaydi. Energiya shundoq manbai manku o'zi.